Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hammanglarningki har vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, balkim sizlarga ma'lum bo'lsa kerak, 23-may kunidan e'tiboran Latin Amerika davlatlariga qaratgan 2 haftalik xizmat ziyoratini Braziliyadan boshlagan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati orqadan Argentina, Chili davlatlarini ziyorat qilib, bir qator muhim uchrashuvlarda bo'lgan. Va 4-iyun kuni Latin Amerika davlatlariga boshlagan ziyoratining oxirgi bekiti bo'lgan Kosta-Rikaga yetib kelgan Qurultay hay'ati 5-iyun boshlangan va bir haftaga yaqin davom qiladigan dunyodagi eng nufuzli xalqaro munbarlarning biriga hisoblangan Digital dunyoda inson huquqlari nomli xalqaro muhokama yig'iniga alohida taklif bilan qatnashgan edi. Sizlarni Qurultay hay'atining bu qitim Latin Amerikada ilib borgan ziyoratlar haqida tafsiliy tushunchaga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga navbatda Kosta-Rikaning poytaxti San Joseda faoliyatlarda bo'layotgan Dolqin Aysa, Ömer Qanat va Zumratay Erkinlarni alohida taklif qildik. Hurmatli Dolqin Aysa apandim, Ömer Qanat apandim va Zumratay Erkin, shuncha aldirash bo'lishinglar qarmay stansimizning ziyoratini qabul qilganinglar uchun sizlarga alohida rahmat aytaman. Harmag'aysizlar. Rahmat. Hürmetlik Dolqin Aysa apandim, savolimni avval sizdan boshlay. Bilishimcha, hozir qadar Dunyo Uyg'ur qurultiyining faoliyat markazi asos jihatdan Yevropa va Amerika bo'lib kelgan edi. Qurultay hay'atining bu qitim Latin Amerikani ziyorat qilishdagi tub maqsadi nima? Rahmat, avval bu programni o'rinlashtirib bizni taklif qilganligingiz uchun. Sizin degandagidek Dunyo qurultiyi hozirgacha Yevropa, Shimoliy Amerika ve Orta Şərqdəki bir qism dövlətlərini Orta Asiyani mərkəz qılğan halda özünün fəaliyyətlərini yapıb bağlan. Amma dünya faqat bulardan emas. Dünyada yəni nurgulğan dövlətlər var, Latin Amerikasındakı dövlətlər var, Afrikadakı dövlətlər var. Bir yerde Uyghur cemaatçiligi yoki Uyghur teşkilatları bulmaganlığı için bizim faaliyetlerimiz yerde aktif bulanmay qalıb qaldı. Bu boşluqni g'animat bilgan Xitoy hukumati bu Latin Amerika'daki devletler olsun ve Afrika'daki devletlerden özünün siyasi, diplomatiya bulup iqtisadi güçlüğünden faydalanıp bu devletlerini kontrol astığı ilişkiye bugün Uygurlar hakkında bulavatkan Şarkı Türkistan'da izzetimiz bulavatkan erkek kırgınçılıkta ulanı Xitay bilen bir sebep turuşka kıstap geldi ve rağbetlendirip geldi. Her xil oyunların oyundu. Şu sebepten bu Uygur erkek kırgıncılığı meyli Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, başka halkara münberlerde olsun, gün tertip kegen vaxtıda, kararlar elindiği vaxtıda bu devletlerin bir kısmı cimcit durup Xitay'ını kollamaydigan, bizni kollamaydigan pozisiya bildiydi. Yani bunda aytkan çağda 21. asırda yüz berip atkan erkek kırgıncılıkka süksüz durup onun bir partisi alır kelip kaldı. Bazı devletler uç kaşkar halda Xitay'ını kolladı. Şununla biz 2021 yılı 11. ayda Çek'te ötküzülgen Dünya Kurultayı'nın 7. nöbetli kurultayda biz Şarkı Türkistan halkıga, bütün chet eldeki vatan içi sırtdaki bütün halkımızga ve kurultay vekillerine bir söz bergen, bir va'da qilgan. Biz hozirgacha Dünya Kurultayı eprabmagan özümüzün kamchiliklarimizni tanqid qilish orqali oldimizki kun tartiblarimizning muhim birlari Afrika ve Latin Amerika'sının işlerini çekiş. Bir yerde özümüzün teşkilatlarımız, gücümüz veya ki cemaatimiz bulmusu mu? Bunun hareket kılış de bizim Dünya Kurultayı'nın 7. nöbetli kurultayda ağam mühim stratejik kararlarımızdan birikti. Şunun biz bu kararlarımızı icra kılış için ötken bir kanca aylardan bu yan, hatta kurultay açılgandan bu yan bu devletlerin Xitay bilen bo'lgan iqtisodiy münasebetleri, siyasi münasebetleri, tarihi münasebetleri, diplomatik münasebetleri qaysi bosqichda biz qaysi nimani ziyoratimizda qayerdan boshlashimiz kerak, qaysi davlatlarni bu Uyg'ur erki qirg'inchilikni to'xtatishda Xitoy bilan bir sapda emas, biz bilan bir sapda, dunyo bilan bir sapda, insoniyat bilan bir sapda tura oladigan bir holat kelguzalaymiz. Bu vaqtda uzun tadqiqotlar, muzokaralar, eppadoq, tekshirishlar eppadoq. Shuning bilan biz bu o'zimizning olgan bu strategik qarorlarni ijro qilish uchun bu safarni qildik. Sizga ko'pdan ko'p rahmat tafsiliy javob berganingiz uchun.
Undaqda ikkinchi savolim, hurmatli Ömer Qanat efendim, qurultay heyetining bu qitim Braziliya, Argentina, Chili va Kosta-Rika qatorliq 4 Latin Amerika davlatida ilib borgan ziyoratiga umum jihatdan qanday baho berasiz? Rahmat, umum jihatdan bu nayti yaxshi baho berma albatta, chunki bu bizniki bu ziyorat haqiqatan biz kutgandimmi g'albilik bir ziyorat bo'ldi. Bu qitim biz Latin Amerika davlatlariga va Kosta Rikaga qaratgan ziyoratimizni nayti g'albilik bir ziyorat bo'ldi deb qarayman. Chunki biz bu ziyoratimiz jarayonida o'zimiz hatto taxmin qilmagan balki u yerlarga u nimalarga bu muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirolmaymiz degan nima deydik. Lekin bu yerga kelgandan keyin uchrashishlar jarayonida ilib borgan faoliyatlarimizda bu biz hatto biz kutgandimmi texmo g'albilik bir ziyorat bo'ldi deb qarayman. Chunki biz o maqsadlarimizga bu yerda yetdik. Birinchi maqsadimiz bizningki bu yerdagi hukumat xodimlari bilan uchrashdi, tashqi ishlar ministrliklari bilan uchrashdi, u yerga berib hozirgacha masalan bu maydon bo'sh qolgan gap. Shuning Xitoy hukumati o'zining tashviqotini erkin ozoda hech qanday to'solg'usiz, hech qanday uningga qarshilik bildiradigan adam yo'q. Xotirjam ilib borgan gap, ularga nimani xohlagan bo'lsa, shuni degan gap, shu materiallarni taqdim qilgan gap hukumat xodimlariga. Biz kelgandan keyin albatta biz ularningki haqiqiy ularga vaziyatning nima bo'lganligi, haqiqiy vaziyatning nimadan iborat bo'lganligini, Xitoy hukumatiningki niyatining nima bo'lganligini, buni nayt dalillar, isbotlar bilan o'tirib qo'ydik. Xitoy hukumati o'zininki hujjatlar, pash bo'lgan hujjatlarni, uningdagi tadqiqotchilarningki ilib borgan tadqiqotlarini, o'zimizning dokladlarini, bularning hammasini o'tirib qo'ygandan keyin bu yerda bularning ko'z qarashidami ba'zi o'zgarishlar bo'ldi. Biz kelishdan burun albatta bu Latin Amerika davlatlarininki Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy va siyosiy munosabatlarining nayt kuchli bo'lganligi va uning uchun balki bizningki bu yerdagi so'zlarimizni bular anchalar anglab ketmaydiganligi haqida ba'zi so'z cho'chaklar bo'lgan. Lekin kelgandan keyin ko'rdikki bu davlatlar ninki maydonlari maydoni, ya'ni mustaqil maydonda turimiz deydi ki bu davlatlar. Xitoyning gapini anglab ketmaydi ki, boshqa davlatlarning gapini anglab ketmaydi ki, ular bilan shunda kelib yuz surani ko'rishib, ularga haqiqiy vaziyatni anglatgandan keyin shuningga qarab o'zininki maydonini aniqlaydi ki, shuning aniq bir maydonda turadi ki, shuningga bu ziyoratimiz jarayonida bayan deyip de o'tganimdek tashqi ishlar ministrligininki yuqori darajali xodimlari bilan kurashdik. Braziliyada bo'lsin, Argentinada bo'lsin, uningdan keyinsa bu parlament a'zolari bilan kurashdik. Burunqi siyosatchilar bilan kurashdik. Eng muhimi bu yerda bu kishilik huquq tashkilotlari, ommaviy tashkilotlarninki kuchi nihoyatda ko'pkan, bu yerda nihoyatda ta'siri nihoyatda cho'nkan. U ommaviy tashkilotlarninki Meşedeki en faaliyet ilip beriyotgan xalqaroliq bo'lsin, milliy bo'lsin, mesela Argentina, Braziliya, Chile'deki ommaviy tashkilotlarning vakillari bilan ko'rishdik va ular bilan yaxshi suhbatlarni qiladigan ishlar haqidagi planlarimizni, uningdagi ularningki qanday bu faoliyatlarni qanday ilib borsak, bu yerda texmo g'albilik faoliyat ilib bora oladiganligimiz haqida ularning fikrini angladik. Uningdan keyin bu hukumatga, parlament a'zolariga, siyosatchilarga qanday muomala qilish, qanday ularga nima deyish haqida ularningki yaxshi tavsiyalari, yaxshi takliflari bo'ldi. Uningdan keyin nurg'un masalalarda birlikda faoliyat ilib berish haqida qarorlar oldik. Shuningga bu nima safar, shuningga qutuqliq bir safar bo'ldi deyman. Bu safarning qutuqliq yana Xitoy hukumatini shu rahatsiz qilganligi, Xitoy hukumatininki buningga chidamay bu bizni raisimiz Dolqun Aysoni qaralab, bizning ziyoratni qaralab, Uyg'urlarning yolg'on so'zlayotganligini deb Xitoy elchilarininki matbuotlarda bayonotlar e'lon qilishi bu safarimizningki qanchalik natijalik bo'lganligining bir isboti deb qarayman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Ömer Qanat efendim. Haqiqatan muhim ishlar bo'pti va ko'rmalarninki mo diqqatini tatqandek va kunlik xabarlardami ko'rib xabardor bo'lgandan sirt yana muhim uchurlarni berdingiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat.
Xo'sh, Zumratay Erkin, siz ilgirmi Latin Amerikaga kelib, xatalashmasam Guatemalaga kelgandingiz. Kishilik huquq tashkilotlarining yig'iniga qatnashgaydingiz. Sizcha Latin Amerika davlatlaridagi kishilik huquq tashkilotlarining Uyg'ur masalasiga bo'lgan qiziqishi qandaq? Aldımdan köp rahmet programı teklif kılığınızga. Siz degендek men aldığınız yıl 11. ayda Guatemala'ga berip kişilik hukuk teşkilatının jığını katnaşkan. O jarayanda hem nurgulluğan fakat Latin Amerika'daki emas, Guatemala'daki emas, nurgulluğan dünyadan kelgen, dünyanın her kaysı yerlerinden kelgen teşkilatlar bilen görüşüp kılgan. O çağda birinci ben tuygan nesem hem de köpüncü teşkilatlar, yerlik teşkilatlar bu iştin haberi pek mi yok ki? Şuna birinci bizden olmuş kelişimizden sebebi muşlağa muş irqi qırğınçılıqını tonuşturuş, Uyghur halkının kimligini tonuşturuş, hem qandaq birleşip hemkarlaşını ziyaret kılış doğrulukmuş sebepten kelgen. Şuna hem de bu qitim nurgulluğan teşkilatlar bilen görüştük, hem de bu teşkilatla Latin Amerika'da emas, Geneva'daki BDT'nin içinde işleydiğin teşkilatlarcaq. Şuna ular bilen bazıları bilen alaqımız burundan batdı, bazıları bilen yeni tunuştuk. Şu jarayanda hem de biz görüşken, devletler görüşkenler bilen his kıldık. Ular azraq bolsun mu xabar baki, ama özümüzden udul anlap bizning şu ağır günlerini qandaq yaşavatqanımızını görüp anlap belki təsir buldu. Çünkü bularmı özlerinin devletide diktatör rejimlerde mi yaşayan, hem diktatör 30 yıldan bazenleri 70 yıldak muştaq diktatörlükte astıda yaşayan halklar. Şuna aşının keyin muşu kişilik hukuk, insani hukuklarını qoğdaylan teşkilatlarının küçüğü teximi küçüyüp mangan. Şuna bularının hem de muş yerlik muş devletlerinin içinde təsiri bek çoğunkur. Şuna ular bilen görüşümüz mü bek mühim buldu. Çünkü ular mı Taşqı İşler Ministri bilen münasebeti bek yaxşı. Biz mi Taşqı İşler Ministri bilen görüşkende muş teşkilatlar bilen görüştük degen çağda ular mı hoş buldu. Çünkü ularның təsirini hakikaten yaxşılıqını bildik. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, Zumratay Erkin. Xo'sh, hurmatli To'lqin Isa afandim, Qurultay heyetining bu qitim Latin Amerikani ziyorat qilishdagi maqsadlarining biri o'tgan yili 17 avgust kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi nomida Sharq Turkiston xalqi qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilik bevosita qo'mondonlik qilayotgan Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan Argentina federal sudchilar heyetiga sunilgan arizga haydakchilik qilishmi? Bu deloning taraqqiyot yuzlanishi qanday bo'lyapti? Bu qadimki Latin Amerika ziyaretimizden bulup mu Arjantina'daki ziyaretimizden mühim gün tertibinin birisi o biz ötken yıl 8. ayda gelip Arjantina sotuğusu ongan iltimasımızdan terakkiyatını gözün keçiriş advokatlardan sözleşiş. Elbette biz ötken yıl Ömer Kanada benimle keldik advokatımız Michael Pollack bilen veya advokatımızdan sohbet. O vaktaki bizim asaslı Arjantina'daki ziyaretimiz aş sot üstünlüğü. Bu kadın kısım maksadımız biraz kem dairde. Abiyatı yakı Ömer Kanada ve Zumratay Hanım'la dep ötkendikidek bir yerdeki ammi teşkilatlar bilen, hükümetler bilen, parlamentler bilen görüştük. Hem Arjantina'da elbette şu abiyatın diyen ormanlar bilen görüş bilen birge bizim bu erzimizin terakkiyat evallarını adikatlardan sözleştik. Kıyadın kıyak ketiyotganligini elbette Arjantina olsun, Latin Amerika'daki devletler bütün dünya yani Xitoy bilen iqtisodiy hamkorligi bo'lmagan Xitoy bilan iqtisodiy chambarchas bog'lanib ketmagan Xitoyga bog'lanib qolmagan davlatlar yo'q deyarlik. Yevropa mı shundoq, Shimoliy Amerika mı shundoq bu davlatlar o'xshashgan. Ama shunda bo'lishi qaramay bu davlatlarda bir adliye sisteminin hükümet bilen tamamen müstakil bo'lgan bir ananesi ve şunda güçlü bir kanuni asası var. Yani bu ne dedim? Faydalandık şunun dışında bo'lsin Xitoy hükümetinin yanıla yüzünün tesir gücünü hükümet arkalık sindirish mı bir reallik. Şunda bu mahkeme bir yerde nait sezgör bir şekilde yüzünün hem müstakilliğini yo'qotmagan hem devletlerinin mi menfaatini dikkatga algan asasda hareket qilish to'g'ri keldi. Shuning uchun buningki qaror berish, buni qilish oson emas.
Şunun biz bir yerde yeni malumatlarını, yeni vaziyetlerini takdim kıldık. Aldığımızdaki kadem basmışlarından sözleştik. Endi agar bu faqatla Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy manfaatga chetishlik va yoki hukumatning ta'siri bilan bu yerda adolat sistemi ish qilgan bo'lsa, bu yoqqa o federal sud mahkamasi bu nimani diloni demdik uyg'urcha bu nimani yeb qo'yish ehtimoli bor ekan. Ammo hozirgacha yeb qo'ymay bir yilga yaqin 10 oyga yaqin vaqt kechdi. Buningdan hozirgacha bir qancha kamp shohidlarimizdan advokatlarning vasitasi orqali ma'lumotlarni oldi. Yanıl davamlı ma'lumotlarni talab qilib bunun davom qilayotganligi o'zi bizning advokatlarning bizga bergan ma'lumotda umid berguvchi bir ahvolkan. Demak, buningga federal sud mahkamasining heyət a'zolari qiziqayotgan, ko'ngil bo'layotgan va buni tarafsiz bir shaklda bu deloni tekshirish majburiyati bor deb qarab, buning hozirgacha bu masalada hukumatning ta'sirining ostida qolmaganligini bizga qildi. Bu bizni umidlantirdi. Ama diğerinde kıldığı işlerimiz köpken çünkü erzin bir kuş ayrım ama şu federal mahkemesindeki adalet sistemindeki teftişlerinin bu hizmetlerde yeterli derecede paketlerini, malumatlarını teminlep bir iş, ulanın kayıl kıldığı hüccetlerini oturkuş bizim vazifemiz hem de demek aldığımızda bizim yanı kıldığı bir kadar ciddi vazifelerimiz varken. Sizga ko'pdan ko'p rahmat tafsili ma'lumotingiz uchun. Hurmatli Ömer Qanat apandim, Xitoyning Latin Amerikada ta'siri nihoyat kuchli iboyatimi deb o'tdingiz. Qurultay heyetining bu qatimki Latin Amerika ziyaratiga sizlar ziyorat qilgan davlatlarning matbuotlari qanday inkos qaytardi? Siz mi dediniz, bayan mı dedi o Xitoyning Kibiyadagi ta'siri nihoyat kuchlikan deb. Bizde aşındak bir düşünce başı, bir devlet deydi o bu mesela faaliyetçiler arasında mı şundan bu faaliyetçilerine bir tavsiye. Çünkü deydi ki bu Xitay bilen münasebetlerine ait yakın üye berişinin ki haceti yok. Biz Xitay bilen münasebeti yaxşırak bulmagan devletlerge baraydı. Aslında bu göz qaraş bir hata göz qaraşken. Çünkü şundak devletler kelip biz faaliyet qilishimiz gerek. Xitay meydan uçup qalğan, meydan özü yalnız at çaptırıp yürgen devletler kelip Xitayga qarşı özümüzdeki meydanını üyede oturup koyuşumuz, özümüzdeki o halkını nim boluvatqanlığı hakkında malumatlandırmışımız naydı muhim. Bu yerde naydı. Şunun için ben bayam qalbilik dedim. Çünkü perde akısı da naydı çoğun bir uruş oldu. Diplomatik bir uruş oldu. Xitay bile Dünya Uygur Kurultayı ve bizni qo'llagan kişiler bile bizni qo'llamagan kişiler arasında muş nimada, muş sefer jarayonida. Mesela deyli biz bir yer bilan ko'rishgan chog'da Xitoy oqimizda menib shudi. Ko'rishmanglar deb ularga tavsiyalarni qildi. Hukumatlarga iltimos qildi. O'zininki yaqin odamlarga siyosatda nimada munosabatlari yaqin bo'lgan siyosatchilarga, hukumat odamlariga, parlament a'zolariga telefon qilib xabar etib, mava hayat bir Dünya Uygur Kurultayı'nın terörist teşkilat, Dolqun İsa bir terörist, bu terörist teşkilat, bu teşkilatınki vekilleri bile köreşmanglar deganimizda nurg'un tavsiyalar bo'ldi, lekin buni ne hükümet nimaları anıldı, ne matbuot anıldı, ne siyosatchilar anıldı Xitoyning gapini. Bular bayam deganim shu, bularninki maydoni aniqga albatta Xitoy bilan munosabatimiz yaqin bo'ldi, lekin bayam degandek bularninki inson haqlari o'zimi ashundaq nayta dahshatli kechirmishlarni beshini o'tkazganligi uchun bu davlatlar diktator bir davrni o'tkazganligi uchun qonunlarni shuningga qarab o'zgartgan gap shuningga qarab tuzab chiqqanligi uchun bu yerda inson haqlariga berilgan ahamiyat uningdan keyin bayam Dolqun efendim deb o'tgandek bu adliya sistemiga berilgan mustaqillik nayta ilqa chiqdikka ular hukumatning yekmegimi qaramaydikan hukumatmi hech qanday bayam deganimdek bir davlatning ta'siri ostida nima qilishni xohlamaydikan mustaqil ko'rinishni xohlaydikan shuning uchun hatto bir universitega nima qilgan chog'da u yerda universitega biz berib konferans bo'ldi. Konferans qatnashmasdan bir universitetinki boshliqlariga telefon qilgan gap Xitoy hukumati. Bu nima qilmanglar, bu bekor qilinglar deb qabul qilinmadi. Ikkinchisi matbuotlarga berilgan bizningki maqolalar va berilgan intervyular va shularni nima qilishga tirishgan gap.
bularnikini besip çıkamanglar dep. Mesela Dolqun efendim bilan ötközülgen mesela Braziliyadaki nimede Xitoy hükümeti onu to'xtanmaganligining sababi ular dedi biz mustaqil bu odamlarning ko'z qarashini beramiz. Xohlasan senmi o'zingninki maqolasini evet uni basayli degan gap. Ya'ni Xitoyning mushunda mat bo'ldi Xitoy bu yerda bayam g'albilik o'tdi deganninki yana bir sababi bu diplomatik urushda biz g'alba qildik. Ko'rishilgan odamlar bilan kurashdik. Chiqaradigan matbuotlarga chiqaradigan maqolalarni chiqardik, beriladigan suhbatlarni berdik. Televizyonlar bu yerda mening eng cho'ng gazetaları mesela nimada Chile'de, Arjantina'da La Nación degan gazeta mesela eng cho'ng gazeta. Braziliyada Dolqun efendim bilan eng cho'ng gazeta suhbat o'tkazdi. Onun ikinci Chile'de men bilan eng cho'ng nimada suhbat o'tkazdi. Zumratay bilan CNN nimaninki CNN televizyonida mishaninki yerlik televizyonlari, radiolar, podcastlar bugün tunigan akşam berib yana bir televizyonda suhbat bergan. Demek ki bu yerdagi matbuotlar bu bizning masalamizga nayda qiziqdi. Uni bu yerdagi ommaviy tashkilotlar, kishilik huquq tashkilotlarininki tavsiyalarimi nayda cho'ng rol o'ynadi. Bu teşkilatlar bizningki meselemizni her yerga götürüp berip bundan kim bir yerde muşul teşkilatlar bilan birga ishlab texmi kuchlik bir ta'sir qo'zg'ash Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini haqqi bilan bu yerda tunutish, xalqninki qo'llashini qo'lga keltirish, xalqning qo'llashi orqali siyosatchilarga ta'sir qilish, siyosatchilar orqali uning dikinza hukumatninki bu bizning Uyg'ur masalasidagi maydoniga ta'sir ko'rsatish, ularninki bu haq va adolat tarafida turishi uchun biz bütün kuchimiz bilan faoliyatimizni davomlashtiramiz. Advokat jamoatimiz. O yana bir cho'ng bir masala qapti bu yerda eng kuchli bayam deganimi adliya sistemi kuchli bo'lg'ashqa bu yerda advokatlar, huquqchilarninki nayta cho'ng ta'siri bor ekan, kuchlikka bu yerda advokatlar uyushmalari, advokatlar birlashmalari ular bilan kurashdik. Braziliyada kurashdik, Argentinada kurashdik, Chilida kurashdik. Bular hukumatlarni jiqitalaydigan, hukumatlarni ag'diralaydigan, yeni hukumatlarni ish boshiga akilalaydigan kuch va qudrat va nüfusga ega bu advokatlar birlashmalari. Shuningdek bu advokatlar birlashmalarining biz bilan ko'rishishi, bizning masalamizga qiziqishi, hatto biz ko'rishganlarninki darhol o'zlarininki to'rbatlarida biz bilan uchrashgan xabar uchurlarini e'lon qilishi bu Xitoy hukumati qattiq rohatsiz qildi bu yerda. Hozirgacha maydon bo'sh qilib hech qanday Xitoy qarshi bir ovoz yo'q turayotgan xotirjam turayotgan Xitoy bu yerda nayt huzursiz bo'ldi. Shuning uchun u nayt cho'ng harakatga o'tdi, ammo bu harakatlarimo bir natija bermadi. İnşallah bu yerdagi faoliyatimiz, bu yerdagi Uyg'ur masalasiningki bu yerda tonilishi texmi kuchaydi va kelajak uchun men nayta umidli qarayman bu yerdagi vaziyatga qarab. Üçüylüğünlarınki bəgən təfsili məlumatınlar üçün köpdən köp rəhmət. Axırda hörmətli Dolqun Eysa əpəndim başda olub, üçüylüğünlarınki qoşumçu qıldığan sözlərinlər barmı? Qoşumçu qıldığan sözümüz hem de Ömer Kanat Efendimiz de etti. Biz bir boş Xitay atçap tuğan biz üçün Uyghur halkı üçün natuniş bo'lgan bir rayonda tunji bir ziyoratimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Bu tunjisi ama ahirgi qadimlik emas. Çünkü biz bu qadim biz hamkorlashsak bizga yordam qiladigan nurg'un xalqaro tashkilotlarning deb o'tgandagidek bu yerda xalqaro tashkilotlarning, umumiy tashkilotlarning hukumatga, matbuotga ta'siri kuchli ekan. Aldığımız günlerde biz davamlı bu seferlerimizni qilamiz. Çünkü bir qatımdan kelib qo'yish bilan o davlatlarning pozitsiyasini o'zgartirib ketgan bo'lmaydi. Çünkü Xitoy har kun ishlayapti. Xitoy puli bilan, diplomatiyasi bilan, kuchi bilan hammasidan har kun ishlaydi. Biz 70 yilning yoq bizning Xitoy kommunistlari idora qilgan, mustamlik qilgan biz chet elda muhojiratda Sharq Turkiston davosi elib berishga boshlab tunji qatimliq bir ziyorat, bir qadimliq ziyoratda hamma narsa bo'lib ketmaydi, ama umidlandik. Qanda
kimler bilen qanday iş başlaş haqida öz vaqtida devlet başkanları bilen, parlament reisleri bilen uçuruşlarımız oldu. Ulanın göz kararlarına ağam bulduk. Bir yerdeki ammi teşkilatlardan bir yerdeki halkını yaxşı düşengen bulduk. Ve bir yerdeki hükümet sistemini yaxşı düşengen bulduk. Ammi teşkilatlarının rolunu yaxşı düşengen bulduk. Demek aldığımız günlerde faaliyetlerimiz bu şekilde devam kıldı. Şununla bütün halkımızı bizim bu faaliyetlerimizi kollaşıga, maddi ve manevi yardımlarını kılışıga teşebbüs ediyoruz. Ben bir nima qo'shib qo'yay. Hoş Biz merhaba. 3 davlatdagi faoliyatlar haqida nima qildik? Bu faoliyatlar haqida ma'lumot berdik. Biz 4-isla siz boshda program boshlagan chog'da deb o'tgandek Kosta Rikaga keldik. Kosta Rikada mana dunyodagi eng cho'ng inson haqlari yig'ilishi bo'lgan shu Kosta Rika inson haqlari yig'iniga shu qatnashyapmiz. Bu ham biz uchun nihoyatda cho'ng bir yeni bir nima açtı, meydan açtı faaliyetimizni elip beriş üçün faaliyetlerimizni kengaytish, ovozimizni texmo gör başka dünyanın ki başka nimeleriga, rayonlarga anglitish nimasida nihoyatda cho'ng bir fursat yaratdı, bir minbar yaratdı bizning uchun. Chunki bu Kosta Rika inson haqlari yig'ilishiga 8700 odam qatnashgan gap. 4500 odam naq maydondan, 4200 odam 200 adam tor orqali qatnashgan. Nurg'unlagan davlat arboblari, muhim shaxslar, uningdagi dunyodagi barliq desam bo'ladi hamda dunyodagi shu dunyoda faoliyat olib berayotgan eng atoqliq, eng aktiv inson haqlari faoliyatchilari, erkinlik jangchilari qatnashgan bir yig'in. Bu yig'in bizga bergan fursat bir munbar yaratib berdi o'zimizning masalasini anglatish uchun. Dünyanın hiç biz baranmaydigan, bizni anlamagan, her kandak bulun puşkaklardan kelgen insanlar bilan kurashdik, faoliyatchilar bilan kurashdik, ularga meselemizni anlattık. Bula hatta bu meseleni anlap bakmaganlar baki bularning arasida ve biz teşviqat varaqlarimizni taqatdik. Şunun için bu jihatdan bizga tepilmas bir fursat yaratdı. Bugün mana masalan saat 4'te Dolqun efendim bilen ötküzüldüğün bir sohbet var. Bu sohbetke neçe min adam katlaşıdı. Çoğun müşahirinki en çok stüdyosunu bulmakçı bu sohbet. Onun degen tor arkalık bunu milyonlarca adam gördü. Tünigen biz bir düglek üstel bir münazire yığını ötküzdük. Şu Uygur meselesinin ki halkara hukuk sisteminden kandak faydalanıp Uygur meselesine xalqaro huquq sistemidan qanday foydalanib Uyg'ur masalasini Xitoy hukumatining javobgarlikka tortamiz. Uyg'ur masalasini xalqaro sorunlarda Birleşken Devletler Teşkilatı ve başka hukuk nimalarda platformalarda kun tartibi ekilimizde bu nima bir eslatib o'tishimiz kerak. Bugün davomlashadi, ertami davomlashadi, o'g'inlikka bu yig'in oyoqlashadi. Biz yana ertem, yana ögün bu teşvikatımızı, bu uçuruşlarımızı başka dünyanın başka yerlerinden kelgen faaliyetçilerle devamlaştırırız. Sizlerge köpün köp rahmet. Zümrette Erkin, sizinki kıstırma kıldığın koşumcu sözünüz bolsa, merhamet. Qo'shimcha so'zim yo'q, faqat shu bizning bu qitimliq Latin Amerika safarimizning shunchalik muvaffaq o'tganligiga xursand bo'ldik. Ham bundan keyin nurg'unlagan eshiklarning ochilganligidan xursand bo'ldik. Ham shu ko'rishgan odamlar, faoliyatchilar bilan bundan keyin yana ishlashga tirishamiz. Köpten köp rahmet. Hürmetli Dolqun Aysa efendim, Ömer Kanat efendim ve Zümrette Erkin. Sizlerinin bergen etraflık ma'lumotlar üçün körünmelerimiz vakatdan tekrar minnettarlığımı bildirmen. Aziz körünmeler, şunun bilen bugünkü Uyghur Avaz Söhbet programımızı muş yerde ahırlaştı. Keyingi qitimki sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.